Assalomu alaykum akalarim, ukalarim. Hammaga xayrli kech. Xudo xolasa bizda ish jarayonlari ketyapti. Esingizda biz ushbu Fatonda kelgan holatlarni ko'rsatib o'tgan edim. Bortlarini yonidagi zavodskoy bortlarini olib tashladik. 3 santimetrdan mana qo'shilgan ikkita tomoniga va tentlari oxirgacha do konca bo'ladi. Asosiy dugalarini sanab o'tamiz akalar. Oldi tomondan 1, 2, 3, 4, 5 ta. Permichkasi bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta tepasi ochiladigan bo'lgan akalar. Orqa tomonda mana ko'rinishlari. Orqa tomonlariga 8 ga 4 profillar qo'yilgan. Ichki tomonlariga e'tibor qilasizlar. Rossiyskiy birinchi sort fanera bilan obshipka qilinyapti. Deyarli tayyor holatda. Bu tomondan ko'rinishlari. Mana chiroyli bo'lib turibdi. Bizni kuzatishda davom etsanglar, tayyor bitgan holatlarni qo'yib ko'rsatamiz. Bu tomonda mana laboyimiz akalar. Ushbu laboni kelgan holatini ulgura olmadim video qilib ko'rsatishga. Ichki tomondan ko'rinishlari fanera bilan obshipka qilinyapti. Bu tentli bo'ladi. Ikki yon tomonida o'zining eshiklari bo'ladi. Orqa tomonlari amorzatorli qilib berilyapti. Hozirlik bitta ochib ko'rsatib beraman. Ochilishi juda ham bir plavniy mana. Zo'ra akalar. Bu tomondan ko'rinishlari namatlargacha qo'yib qo'yganmiz. Tentga tayyor holatda. Akalar bizni kuzatishda davom etsanglar, hammasini bitgan holatlarini obzorini qilib beraman. Kimga shunaqa tent xizmatlari, furgon xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahri joylashgan. Bemalol aloqaga chiqinglar. Ishinglarni tez va sifatli, eng muhimi ko'ngilingizdan joy oladigan qilib beramiz.